Navoiy viloyat sudi sudyalari ishtirokida korxona va tashkilotlarda mehnat qonunchiligiga oid normalarning mazmun mohiyati va nizolarni ko'rishda yuzaga kelayotgan muammolar mavzusida seminarlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbir tafsiloti galdagi lavhada. Bugun mamlakatimizda barcha fuqarolar mehnat huquqlariga ega bo'lishi va ulardan foydalanishda teng imkoniyatga egadirlar. Bu o'z navbatida qabul qilinayotgan me'yoriy hujjatlar bilan ham mustahkamlangan. Viloyat sudi sudyalari ishtirokida Qizilqum Sement aksionerlik jamiyat ishchi xodimlari bilan bo'lib o'tgan seminarda ham keyingi yillarda mehnat qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida ma'lumotlar berildi. Xususan 2022 yil 28 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining yangi tahriri qabul qilingan. Unga yangi normalar kiritilgani alohida ta'kidlandi. Qayd etilganidek, 581 ta moddani o'z ichiga olgan hujjatda bandlik, individual mehnat munosabatlari, xodimlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, ayrim toifadagi xodimlar mehnatini tartibga solish xususiyatlari, xodimlarning mehnat huquqini himoya qilish, mehnat nizolarini ko'rib chiqishni nazarda tutuvchi normalar kiritilgan. Eng muhimi, xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish, mazkur munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni tartibga solish takomillashtirildi. Uchrashuvda sudlarda mehnat nizolarini ko'rish tartibi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining qarori haqida ham tushunchalar berildi. Qizilqum Sement aksionerlik jamiyatida fuqarolik ishlari bo'yicha Navoiy viloyat sudyalari tomonidan seminar o'tkazildi. Seminarning mazmuni yangi mehnat kodeksining talablari, mehnat shartnomalarining bekor qilinishi, o'zgartirilishi va boshqa fuqarolik huquqiy masalalar bo'yicha tushuntirishlar, izohlar berildi. Mazkur seminar kelgusida mehnat qonunchiligi normalarini korxona va tashkilotlar tomonidan to'g'ri qo'llanilishiga va sudlarda bu kabi nizolarni yuzaga kelishini oldini olishga xizmat qiladi. Tadbir davomida ishtirokchilar mavzuga doir o'zlarini qiziqtirgan savollariga sud xodimlaridan batafsil javoblar olishdi.